Yana yuzlarim ishibdi. Jonga tegdi shu. Nega ertalab yuzlaringiz ishgan bo'ladi? Buni 5 daqiqada yo'qotish mumkinligini bilarmidingiz? Birinchi bo'lib men sizlarga nega yuzlaringiz ishish sababini tushuntirib o'taman. Ko'pchilik shishish sabablarini kechqurun ko'p suv ichib yotganimda deb o'ylashadi. Yo'q, gap faqat ko'p suv ichganingizda emas. Uyqu sifatini yaxshi emasligi, doim stressga tushish, to'g'ri ovqatlanmaslik va limfa oqimidagi tiqimlar sababli shishlar paydo bo'ladi. Sizlarga yaxshi xabarim bor. Endi buni uy sharoitida 5 daqiqada shishlarni kamaytirish mumkin. 15-may kuni boshlanadigan onlayn kursimda limfa oqimini yaxshilovchi massaj texnikasi o'rgatiladi. Bu massaj limfa oqimini ochadi, shishlaringizni ketkazadi, yuzlaringizni chiroyli tortadi. Kurs haqidagi to'liq ma'lumotni profilim shapkasidagi silka orqali bilib olishingiz mumkin.